man Jahon School'ni tanlamadim, Jahon School meni tanladi. Nima uchun aynan Jahon School tanlagansiz? Odam o'zini qalbi xotirjam bo'ladigan joyda ishlash kerak-ku. Keldik, ishlab ko'rdik, qalbimiz xotirjam bo'ldi. Mana ishlayapmiz. O'sha shart-sharoitlari, xodimlarga nisbatan rozi bo'lib keldim, lekin afsuslanmayman shu yerga kelib ishlayotganimga. Jamoamizga gap yo'q, ahilchiligimizga ko'z tegmasin, bardavom bo'lsin. Bu yerdagi rahbariyat, ya'ni Jahongir Po'latov o'zidan tortib, shu Javohir Izzatulloh professional bu yerda kadrlar yig'ilgan. Jamoa va birinchi o'rinda men srazu aytaman, ustozlar jamoasi yoqqan menga shu uchun. Jamoani ahilligi yoqadi, bilimli, yangiliklarga intiluvchan, o'zini ustida ishlashga erinmaydigan kuchli pedagogik jamoa yig'ilgan. Shu jihatlar yoqadi jamoani. Aynan qadriyat uchun tanlaganman. Bosh sababi shu. Umuman jamoa juda yaxshi qadriyatga asoslangan jamoa bo'lganligi uchun biz maqsadimizdan biri, shuning uchun shu jamoani tanlaganmiz. Bu yerdagi ta'lim, tarbiya berilishi jarayonlari menga juda ham yoqdi. Bolajonlarga chuqur bilim berish uchun juda ishlagim keldi. Jahon School O'zbekistonda ta'lim nuqtai nazaridan bir necha yillardan beri og'riqli bo'lib kelayotgan muammoli holatlarga yechim sifatida bozorga kirib kelgan xususiy maktab bo'lganligi uchun men Jahon School tanlaganman va mana shu og'riq menda ham bo'lgan va tabiiyki men ham xuddi shuni his qilganim uchun jarayonda ishtirok etib shu yechimlarni amalga oshirishda ishtirok etishni xohlaganman. Men o'ylaymanki, ozmi ko'pmi bu narsani qisman bo'lsa ham amalga oshirishga muvaffaq bo'lamiz va shu yo'ldamiz. Nasib qilsa yaqin kelajakda uni mevalarini ko'ramiz degan umiddaman. Jahon School salohiyatni kashf etamiz.